Inson huquqlarini himoya qilish va aholining huquqiy savodxonligini yuksaltirishga qaratilgan islohotlar amaliy loyihalar orqali izchil davom ettirilmoqda. Shu maqsadda Farg'ona shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda Finlandiya hukumati hamkorligida amalga oshirilayotgan O'zbekistonda qonun ustuvorligi va inson huquqlarini himoya qilishni mustahkamlash loyihasi doirasida navbatdagi seminar-trening o'tkazildi. Loyiha ijrosi Madad muassasa shaklidagi nodavlat notijorat tashkiloti zimmasiga yuklatilgan. Bu galgi muloqot nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqiy xabardorligini oshirish, ularga qonunchilikda belgilangan huquq va kafolatlarni amaliy misollar orqali tushuntirishga bag'ishlandi. Bu loyihamizda faqatgina nogironligi bo'lgan shaxslar emas, balki xotin-qizlar huquqlari, yoshlar huquqlari, ularni himoya qilish, nafaqat ularga yordam berish, balki ularni rag'batlantirish hamda ularga bo'ladigan sovg'alarimiz ham bor. Madad nodavlat notijorat tashkilotini yana bir narsasini aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda 148 tadan ortiq byuro xodimlarimiz faoliyat yuritadi. Ular hammasi davlat xizmatlari markazida o'tiriladi, o'zlarining faoliyati borasida albatta har qanday fuqaroga huquqiy yordam ko'rsatishadi. Seminarda umumiy ma'ruzalar bilan cheklanilmadi. Ishtirokchilarning shaxsiy murojaatlari tinglanib, har bir holat amaldagi qonunchilik talablari asosida ko'rib chiqildi. Ayrim masalalar yuzasidan joyida huquqiy tavsiyalar berildi. Qo'shimcha o'rganishni talab etadigan murojaatlar esa mutaxassislar nazoratiga olindi. Byuro xodimlari tomonidan fuqarolarimizga qonunchilikda barcha masalalar bo'yicha, barcha yo'nalishlar bo'yicha, masalan, oila huquqi bo'yicha, mehnat huquqi bo'yicha, fuqarolik huquqi bo'yicha, uy-joy yoki bo'lmasa kommunal xizmatlar, soliq to'lovlari va qonunchilik qo'yinki barcha masalalar bo'yicha huquqiy bepul yordamlar ko'rsatib kelinyapti. Xususan mana Marg'ilon shahar huquqiy maslahat byurosi tomonidan 2026 yilda hozirgi kuniga qadar 1800 dan ortiq fuqarolarga huquqiy maslahatlar va yordamlar berildi. 220 tadan ortiq fuqarolarga esa turli idoralarga arizalar, da'vo arizalari, shikoyatlar va boshqa huquqiy tusdagi hujjatlar yozib berildi. Seminar amaliy bosqich bilan davom etadi. Loyiha doirasida Toshloq va Qo'shtepa tumanlarida sayyor huquqiy qabul tashkil etiladi. Nogironligi bo'lgan fuqarolarning murojaatlari joyida o'rganiladi. Bu yondashuv huquqiy yordamning manzilliligini ta'minlash bilan birga muammolarga yechimni fuqarolarning yashayotgan hududida topish imkonini ham kengaytiradi.